Assalamu alaykum, qanday yaxshi, bunlar salomat qolsin inshaalloh. Men bugun sizlarga oilada teshtekda zanjibil terishni ko'rsatmoqchi. Zanjibilni bilasizlar, Turkiyada ham qimmat, ham topmoqmi tez. Oldi bilan men zanjibilni yodimga batdi. Buni men sug'urchilab qo'ygandim. Yiltiz tortmadi. Oldi bilan bir ko'ksib qo'yay sizlarga. Shunda kesdim zanjibilni. Mana shunda kesib buni sug'urchiladim. Ama sizlar agar sug'urchilamasanglar, buni shunday kesib, buni shunday qo'yib qo'ysanglar, yana to'nglatquda. Mana shunga o'xshash yiltiz tortadi, qurib. Mana ko'rdinglar? Mana mazraq tortibdi mana. Agar buni chiqib mush petimlam to'pig'i ko'mib, mushagicha to'pig'i ko'mib, mushagicha kichkina chiqqasi bo'ldi. To'pig'i ko'mmasanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa, men sug'urchilab qo'yay deb o'ylayaptim bir kun. Mana shu yiltizini turbusi men silay stakan qilam qildim meni plastik bardoqqa. Buni sug'urchilayman. Bu holatda buni sug'urchilab qo'yaman bir kun. Mana buni bir kun sug'urchilab qo'ygandan keyin yana bu yiltizlari to'kilib ketdi. Sal namdan so'ng deb sug'urchiladim. Bu suda bir kun turgandan keyin to'pig'iga chiqib, men degandek, shunchalik uchiqqancha to'pig'i ko'mib qo'ysanglar, bir 2 hafta yoki 3 haftadan keyin ko'klaydi, Alloh xolisa. Mush orqali zanjibilni terishni sinab boqsanglar bo'ladi.